Davriy qonun va elementlar davriy jadvali. Atom tuzilishi. Kimyoviy elementlarni dastlabki toifalashda ularning ko'zga tashlanadigan belgilari asos qilib olingan va metallar hamda metalmaslarga farqlangan. Deyarli barcha metallar o'ziga xos yaltiroq, elektr tokini va issiqlikni o'tkazadigan, bolg'alanuvchandir. Metalmaslar esa bunday xossalarga ega emas. Simobdan tashqari barcha metallar qattiq. Metalmaslardan oltin gugurt, uglerod, kremniy va yod qattiq, brom esa suyuq. Kislorod, vodorod va xlor gaz holatda bo'ladi. Metallar hamda metalmaslar kimyoviy xossalari bilan ham farqlanadi. Tipik metallarning gidrooksidlari asos, metalmaslarning gidrooksidlari esa kislotadir. Metallarning gidridlari qattiq moddalardir. Metalmaslarning gidridlari esa uchuvchan birikmalardir. Kimyoviy elementlarning tabiiy oilalari: litiy, rubidiy, seziy va fransiy metallari o'z xossalari jihatdan natriy va kaliy metallariga o'xshash. Bu metallar bir oilani, ya'ni ishqoriy metallar oilasini tashkil qiladi. Ishqoriy metallar quyidagi umumiy xossalarga ega. Ishqoriy metallar barcha birikmalarida bir valentli. Ishqoriy metallarning gidrooksidlari ishqorlardir. Ular suvda yaxshi eriydi. Ishqoriy metallarning atom massalari ortib borishi bilan fizik va kimyoviy xossalari davriy ravishda o'zgarib boradi. Xlor, ftor, brom va yod o'xshash elementlar hisoblanib, galogenlar oilasini tashkil qiladi. Galogenlar quyidagi umumiy xossalarga ega. Vodorod bilan uchuvchan gidridlar hosil qiladi. Galogenlar gidridlarning suvdagi eritmasi kislotalardir. Galogenlar gidridlarda metallar bilan hosil qilgan tuzlarda bir valentlidir. Ftordan tashqari kislorod bilan hosil qilgan yuqori oksidlarda galogenlar 7 valentli. Galogenlarning atom massalari ortib borishi bilan fizik va kimyoviy xossalari davriy ravishda o'zgarib boradi. Ftor och yashil gaz, xlor sarg'ish yashil gaz, brom qizg'ish qo'ng'ir suyuqlik, yod to'q kulrang, qattiq kristal holatda bo'ladi. Geliy, neon, argon, kripton, ksenon inert gazlar oilasini tashkil etadi va ular quyidagi xossalarga ega. Molekulalari bir atomli. Vodorod va metallar bilan birikmalar hosil qilmaydi. Inert gazlarning ayrimlari kislorodli, ftorli birikmalar hosil qiladi. Kimyoviy elementlarning davriy qonuni. Davriy qonunning yaratilguniga qadar kimyo, fizika, biologiya singari tabiiy fanlarda yaratilgan bir qator kashfiyotlar va qonunlar muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Bunday kashfiyotlar va qonunlarga quyidagilarni misol sifatida ko'rsatish mumkin. Eramizdan avvalgi 460-370 yillarda Demokrit tabiatdagi barcha narsalar juda kichik zarrachalar, atomlardan tashkil topganligini bayon qildi. 979-1048 yillarda yashab, faoliyat ko'rsatgan ajdodimiz Abu Rayhon Beruniy atomlarni bo'linmaydigan zarrachalar deb qaraydigan olimlarga qarshi o'z fikrlarini bildirgan va atomlarni bo'linadigan, lekin cheksiz emas, mayda zarrachalar ekanligini e'tirof etgan. 1756-yilda Lomonosov massaning saqlanish qonunini kashf etdi. 1803-1804 yillarda Dalton atom molekulyar ta'limotini rivojlantirdi va atom massasi haqidagi tushunchani fanga kiritdi. 1814-yilda Berzelius 46 elementning atom massalari asosida kimyoviy elementlar jadvalini tuzdi. 1817-1829 yillarda De Bruyner elementlarni triadalarga, ya'ni o'xshash uchtadan iborat tabiiy oilalarni tuzdi. 1852-yilda Franklin valentlik tushunchasini fanga kiritdi. 1861-yilda Butlerov organik birikmalarning tuzilish nazariyasini kashf etdi. 1869-yilda Mendeleyev davriy
qonunni kashf etdi va unga quyidagicha ta'rif berdi. Oddiy jismlarning, shuningdek elementlarning birikmalarining shakli va xossalari elementlar atom og'irligining qiymatiga davriy ravishda bog'liq bo'ladi. Mendeleyev davriy qonuni kashf qilingan davrda ko'p elementlarning atom massalarida noaniqliklar bor edi. Ko'p elementlar kashf qilinmagan edi. Shuning uchun davriy qonunni yaratishda bir qator qiyinchiliklar tug'ildi. Davriy qonun hozirgi vaqtda quyidagicha ta'riflanadi. Kimyoviy elementlarning va ular hosil qiladigan oddiy hamda murakkab moddalarning xossalari shu elementlar atom yadrosi zaradiga davriy ravishda bog'liq. Mendeleyev davriy qonunni kashf etilishida elementlarning oksidlari, asoslari, kislotalardagi valentliklari o'zgarishi asosida davriy jadval tuzgan. Jadval tuzishda metallik xossalarning kamayib borishi, metallmaslik xossalarini ortib borishi tartibida joylashtirgan. Atom yadrosi tarkibi 1911-yilda ingliz olimi Rutherford atomlar bo'linmaydigan sharsimon zarralardir deb qaralgan g'oyalarni inkor etdi va atom tuzilishining planetar modelini taklif etdi. Buning uchun tabiiy radioaktiv elementlardan ajralib chiqayotgan alfa nurlarni metalldan yasalgan juda yupqa plastinkadan o'tkazdi. Metal plastinkadan o'tayotgan alfa nurlarning asosan ko'p qismi o'z yo'nalishini o'zgartirmasdan harakatni davom ettirdi. Oz qismi esa ma'lum burchak ostida harakat yo'nalishini biroz o'zgartirdi. Juda oz qismi, taxminan 8000 ta alfa zarrachalarning bittasi o'zining harakat yo'nalishini butunlay o'zgartirdi. Rutherford o'z tajribalari natijalariga asoslanib atom tuzilishining planetar modelini yaratdi va quyidagicha xulosaga keldi. Atom markazida musbat zaryadlangan yadro mavjud. Yadro atrofida manfiy zaryadlangan elektronlar harakatlanadi. Atom yadrosining zaryadi son jihatdan elementning tartib raqamiga teng. Yadrosida musbat zaryadli protonlar soni elektronlar soniga teng. Atomlar yadrolari radioaktiv elementlardan ajralib chiqayotgan alfa zarrachalar bilan to'qnashganda, ya'ni alfa zarrachalar bilan bombardimon qilinganda, yadrodan proton va neutronlar otilib chiqadi. Protonlar zaryadi +1 ga, massasi 1 ga teng bo'lgan zarracha bo'lib, tasvirdagidek belgilanadi. Protonlar zaryadi va massasi 1 ga teng bo'lgan vodorod atomining yadrosidir. Neutronlar zaryadsiz zarrachalar bo'lib, massasi 1 ga teng bo'lib, belgilanishi tasvirdagidek bo'ladi. Atom musbat zaryadlangan protonlar va zaryadsiz zarracha, lekin kimyoviy xossalari bir xil bo'lgan atomlar izotoplar deb ataladi. Tabiatda uchraydigan elementlarning deyarli barchasi izotoplarning aralashmasidir. Elementning atom massasi uning izotoplari massalari o'rtacha arifmetik qiymatiga teng. Kimyoviy element atomi yadrosida protonlar soni bir xil, ammo neutronlar soni turlicha. Shuning uchun ham atom massalari bilan farqlanuvchi atomlarning turlari izotoplar deyiladi. Vodorodning ikkita tabiiy izotopi va yadro reaksiyalari natijasida hosil bo'ladigan izotopi mavjud. Vodorod protiy yadrosida bitta proton bor, deutriy yadrosida bitta proton va bitta neutron bor. Tritiy yadrosida bitta proton va ikkita neutron bor. Kimyoviy elementlar davriy jadvali. Barcha kimyoviy elementlarning davriy jadvalda davrlarga, qatorlarga va guruhlarga bo'lingan holda joylashtirilgan. Davriy jadvaldagi gorizontal qatorlardan davrlar hosil bo'ladi. Davrlar katta va kichik davrlarga bo'linib, kichik davrlar bittadan qatorni, katta davrlar esa ikkitadan qatorni o'z ichiga olgan. Ishqoriy metallar bilan boshlanib, inert gazlar bilan tugaydigan qatorlardan davrlar hosil bo'ladi. Mendeleyevning kimyoviy elementlar davriy jadvalda 7 ta davr bor. Birinchi davrda faqat 2 ta element, vodorod va geliy joylashgan. Ikkinchi va uchinchi davrlarda 8 tadan element bor. Birinchi, ikkinchi,
uchinchi davrlar kichik davrlar deyiladi. 4, 5, 6, 7 davrlar katta davrlar deyiladi. 4, 5 davrlarda 18 tadan, 6 davrda 32 ta element bor. 7 davr tugallanmagan davr deb ham ataladi. Katta davrlar juft va toq qatorlardan tashkil topgan bo'ladi. Bitta vertikal qatorga joylashgan o'xshash elementlar guruhlarni tashkil etadi. Davriy jadvalda 8 ta guruh bor. Har bir guruh jadvalning yuqori qismida rim raqamlari bilan belgilanadi. Ham kichik, ham katta davr elementlarini o'z ichiga olgan guruhchalar bosh guruhchalar. Faqat katta davr elementlarini o'z ichiga olgan guruhchalar qo'shimcha guruhchalar deb ataladi. Bosh va qo'shimcha guruhchalar har bir guruh kataklarining chap va o'ng tomoniga surib yoziladi. Masalan, birinchi guruh litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy ishqoriy metallardan iborat vertikal qatori bosh guruhcha, mis, kumush va oltinlar esa qo'shimcha guruhcha elementlaridir. Bosh guruhchalardagi elementlarning nisbiy atom massalari ortib borishi bilan ularning metallik xossalari ham kuchayib boradi. Metalmaslik xossalari esa susayib boradi. Masalan, litiydan boshlab pastga tushgan sari metallik xossalari ortib, Fransiyada eng kuchli metallik xossalari namoyon bo'ladi. Kichik davrdagi elementlarning atom tuzilishi. Kimyoviy elementlar davriy jadvalining birinchi davrida vodorod va geliy joylashgan. Birinchi davr elementlarida bitta energetik pog'ona va unda formulaga binoan ikkita elektron bo'ladi. Vodorod atomi yadrosida bitta proton bo'lib, yadro atrofida bitta elektron sharsimon harakatlanadi. Ikkinchi davr elementlarida ikkita energetik pog'ona bo'ladi. Birinchi energetik pog'onasida ikkita, ikkinchi energetik pog'onasida 8 tagacha elektron bo'ladi. Uchinchi davr elementlarida 3 ta energetik pog'ona bo'ladi. Birinchi energetik pog'onada ikkita, ikkinchisida 8 tagacha va uchinchi tashqi energetik pog'onada esa 8 tagacha elektron bo'ladi. Bu davr elementlarining 3-chi elektron qavati tashqi qavat hisoblanadi. Shuning uchun 3D energetik qavatchi elektron qabul qilmaydi. Yadro reaksiyalari. Kimyoviy elementlarning beqaror izotoplari yadrolardan turli zarrachalar va nurlar chiqarib, boshqa xil yadroga aylanishi hodisasi radioaktivlik deb ataladi. Radioaktiv lotincha so'z bo'lib radio, nur chiqaraman. Octavius faol nur chiqaruvchi demakdir. Barcha izotoplari radioaktiv bo'lgan kimyoviy elementlar radioaktiv elementlar deyiladi. 1899-yilda Rezerford radioaktiv nurlarni o'rganish davomida bu nurlarni 3 qismga alfa, beta va gamma nurlarga ajratdi. Alfa nurlar geliy atomining yadrosi ekanligini isbotladi. Xuddi o'sha yili Becquerel ham beta nurlari elektronlar oqimi ekanligini isbotladi. 1900-yilda fransuz olimi Ullard gamma nurlarni aniqlab, bu nurlar elektromagnit to'lqinlar ekanligini isbotladi. Radioaktiv nurlar alfa, beta va gamma nurlardan iborat ekanligi barcha olimlar tomonidan e'tirof etildi.